Demak, mana bu savol doktor kosmetologdan kelgan. Endi menimcha начинающийlar endi boshlayaptilar. O'shaning uchun ikkilanishdalar hozir lab qilaymikin, qilmaymikin degan ikkilanishdalar. Shuning uchun shu savolni beryaptilar menimcha. Endi meni lab qilmasligimning sababi bu lab qilish zarar yoki qanaqadir побочныйлari bor emas. Bunga umuman qarshiligim yo'q va положительный отзыв ham bera olmayman. Uni yonini ham ola olmayman. То есть shaxsan men qilmayman va bunga qarshiman. Kimdadir borib qildirishingizga qarshi emasman. Bu sizni выбоringiz. Faqatgina meni metodikam, yo'nalishim более naturalniy. Men naturalnilikni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun o'zimga ham qilmaganman va patsientlarimga ham qilmayman. So'rab kelganlarga albatta yaxshi mutaxassislarga направить qilaman, qiladiganlarga. Hech qaysi hamkasbimni ishini hech qachon yomonlamayman.